Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. İkinci noyabr keçida İstanbulning Avcılar rayonida noma'lum kishilar tarafidan o'q etilib, og'ir yaralangan Yusufjon Ahmad doktorxonada davolanayotgan bo'lib, 5 noyabr kuni kechida tuyuqsiz ahvol og'irlashib, nafas olish qiyinlashgan. Doktorlarning qayta tekshirishi bilan jiddiy qutilish bo'limiga o'tkazilgan. O'q Yusufjonning bo'yin qismiga tekanlik uchun bo'yin qismi sezimchanligini yo'qotgan. Yusufjon 4 noyabr kuni kechida hozir davolanayotgan doktorxonadan boshqa doktorxonaga yo'tkazilishni talab qilgan bo'lsa-mu, doktorxonalarning Xitoy virusi bilan yuqumlangan bemorlar bilan to'shib ketganligini bildirgan. Munosabatli kishilar doktorxona bilan yo'tkashni so'zlashganda, doktorxona mutaxassislari jiddiy qutqizishdagi kasalning yo'tkashning bemorning hayotiga xavf olib kelishi ehtimoli borligini bildirib, yo'tkashga qo'shilmagan. Shuning bilan Yusufjon hozirmi Baqirköy davlat doktorxonasidagi jiddiy qutqizish bilimida davolanayotgan. Baqirköy davlat doktorxonasining mudir vrachi Dengiz xonim Yusufjonning ahvoli to'g'risida ma'lumot bergan va Yusufjonni boshqa doktorxonaga yo'tkashning keragi yo'qligini. Baqirköy davlat doktorxonasi men operatsiya bo'limining Istanbuldagi eng yaxshi 5 doktorxonaning biri ekanligini, shunga uni boshqa doktorxonaga apirishning hojati yo'qligi va o'zlarining uni doktorxonada eng yaxshi davolaydiganligini bildirgan. Istanbul valiliqi Yusufjonga ko'ngil bo'lgan va doktorxona bilan aloqa qilib Yusufjonni eng yaxshi usulda davolashni ta'kidlagan. Sharq Turkiston kishilik huquq kuzatish jamiyati Yusufjonni yolg'iz qo'ymaydiganligini, holidan xabar elayotganligini va davlatning soqchi ham adliya organlari bilan aloqa qilib suiqasdchining tutilishi va jazolanishi uchun kuchaydiganligini bildirdi. Yusufjon Kusanining bildirishicha, suiqasd kuchirgan Yusufjonga ega chiqish holidan xabar olish uchun Istanbuldagi Sharq Turkiston yangi avlod harakatidan bir guruh yoshlar tashkillanib, Yusufjon Ahmadning endi 3 guruhga bo'linib, navbat bilan doktorxonada kech-kunduz Yusufjonning holidan xabar olmoqda. Egilinishcha Yusufjon Ahmad og'ir yaralanib davolanayotgandan buyon Turkiya soqchilaridan 2 soqchi xodimi har kuni doktorxonada navbat bilan Yusufjonni qo'g'damoqda ekan. Erkin Asiya radiosi xabarida Amerika Tashqi ishlar ministrligi 6 noyabr kuni Erkin Asiya radiosiga yozma bayonot berib, Sharq Turkiston islom harakatining terrorlik tashkilotlar tizimidan chiqarib etilganligiga tushuncha bergan. Sharq Turkiston islom harakatining hech qachon Amerikaning terrorlik tashkilotlar tizimiga kirgizilib boqmaganligini, faqat terrorlikni yaklash tizimiga elinganligini. Amerika Tashqi ishlar ministrligi yuqorqi bayonotni Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bilimining bu vaqtdagi savollarga javoban e'lon qilgan. Amerikadagi bir federal hukumat to'g'ri 5 noyabr Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning o'tgan oyda Sharq Turkiston islom harakati tashkilotini terrorlik tashkilotlar tizimidan o'chirib etganligini xabar qilib, Mike Pompeo ilgari Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirishining terrorlik qarshi emasligi, Xitoyning maqsadi musulmon fuqarolarining e'tiqodi va madaniyatini yo'qotish ekanligini ta'kidlagan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 6 noyabr kuni Amerikaning bu qaroridan afsuslanganligi va uning qarorini rad qilganligini bildirgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotida Sharq Turkiston islom harakatining terrorlikni yaklash tizimidan o'chirib etilish sababini tushuntirib, Sharq Turkiston islom harakati bu tizimlikdan o'chirib etildi. Chunki 10 necha yildan beri bu tashkilotning izchil mavjudligiga doir ishonchli dalil isbot yo'q. Sharq Turkiston islom harakati hech qachon chet el terrorlik tashkilotlari tizimiga kirgizilib boqmagan deyilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining alohida tekshiruvchisi Ahmad Shahid Birlashgan Davlatlar Tashkilotida doklad berib, davlatlarning oz sonli millatlarning diniy erkinligiga buzg'unchilik qilayotgan qonunlarni bekor qilishga chaqirgan. O buningga Xitoyning Uyg'urlarga qarshi atalmish asabiylikni tugutish nizomini chiqarib, ularni keng ko'lamli tutqun qilishini misol qilib ko'rsatgan. Fransiya tashqi ishlar ministri Jean Yves davlatining islom dinini hurmatlaydiganligini bildirdi. Islom va arab dunyosida Fransiya mahsulotlarini boykot qilish faoliyati boshlangandan keyin Misrga borgan Jean Yves poytaxt Qohirada mansabdoshi Samih Shukri bilan ko'rishib, muxbirlarni kutib olish yig'inida Parij islom diniga hurmat qiladi va musulmonlarni Fransiyaning bir partisi deb qaraydi. Bizning kurash qilayotganimiz radikallik va terrorlik degan. Lideriyan uchrashdi yana Liviya krizisi to'g'risida so'zlashganliklarini tilga olib, Fransiya bilan Misrning yolg'on askarlarning Liviyadan chiqarib etilishi va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qurol embargosiga rioya qilishni talab qiladiganligini bildirgan. Samih Shukri yig'inda Falastin davlatining qurilishi, adil va uzil kesil tinchlik o'rnatishi, ikki davlatning hal qilish chorasining muhimligiga ishorat qilib o'tdi. Sog'lomlikni badanning kasaldan sog' bo'lishi deb tushunib olganda, sog'lomlik degan so'z o'z ichiga oladigan ma'nolar ifodalanmay qoladi va sog'lomlikni kichik bir ramkaga qo'yib qo'ygan bo'lamiz. Chunki tibbiy mutaxassislarning ta'kidlashicha, sog'lomlik fikr, hissiyot, badan va ruh qatorliq 4 narsaning tangpo'nlik ichida bo'lgan holatidir. Bu 4 narsa bir-biriga bog'lanishli bo'lib, fikriy sog'lomlik psixik sog'lomlikdan ayrilmaydi. Psixik sog'lomlik badan sog'lomligi bilan bog'lanishlidir. Bularning hammasi ruhiy sog'lomlikdan ayrilmaydi. Odamning barliq o'y-xiyollari uning psixik holatidan mustasno emas.
insonning psixik holati yaxshi turib, uning o'y xiyolining nachar bo'lishi mumkin emas. Ya'ni sizning kallangizdagi fikr xiyolingiz ijobiy bo'lgan holatda, sizning psixikingizning buzuq bo'lishi mumkin emas. Ijobiy o'y fikrlar badanga ta'sir qiladi va uni rohat his qilish, zehnning ochiqligi, harakatchanlik, ruhning suzukligi qatorliq har xil ijobiy holatlar bilan ifodalaydi. Mubada badan salbiy o'y fikrlarni qabul qilganida uni tushkunlik, o'rinliq, as tutilmaslik, irodasizlik, har xil og'riq, semizlik qatorliq holatlar bilan ifodalaydi. Shu aniqki kasallik bir andil o'tirg'i chiqmaydi. O o'y fikr va psixikadagi salbiyliklar sababli badanga asta-asta yuklanib to'plangan og'ir bir harg'unlikdan kelib chiqadigan holatdir. Biologik soat insonning ishki a'zolari orasidagi bioenergiyaning muntazam harakat qilib turishi deganlikdir. Biologik soat insonning ishki a'zolaridan bo'lgan 12 a'zo orasida 24 soat davomida aylanib turadi. Bu jarayonda mazkur 12 a'zo orasidagi bioenergiya faoliyatini oshiradi va har 2 soatda mushu 12 a'zoning biri eng mukammal vazifa ado qilish saviyasiga yetadi. Her 12 saatdan keyin har bir a'zo faoliyatchanligidan bo'shab arom olish va keladigan 12 soatdan keyingi faoliyat uchun tayyorlanish davriga kiradi. Masalan, jigarning bioenergiya faoliyati kech soat 1 dan 3 gacha bo'lgan oralikda eng mukammal darajaga yetadi. Uning faoliyati kunduz soat 1 dan 3 gacha bo'lgan oralikda eng tuvan darajada bo'ladi. Mazkur 12 ishki a'zo o'pka, qilin uchay, oshqozon, tal, yurak, inch kuchay, to'saq, naslanish a'zosi, böğrek, ishki bazlar, o't va jigar qatorliqlardir. Tibbiy mutaxassislarning aytishicha, har bir odamning badanida biologik soat bor bo'lib, u badanning turli xizmatlarini radga soladi. Uyqum shuning ichida. Akşam soat 11 dan kech soat 3 gacha qon eqimining ko'p qismi jigarda bo'ladi. Jigar bu vaqtda qon bilan to'lganlikdan uning hajmi cho'ngayib ketadi. Mana bu vaqt intayin muhim bir vaqt bo'lib, bu vaqtda jigar badandagi zaharni tozalaydi va qon, balg'am, sapra, savdodan iborat tabiiy xilotlarni ishlab chiqaradi. Badanda bir kun ichida to'plangan zahar 4 soat tozalanadi. Agar siz 4 soat ichida uxlamagan bo'lsangiz, jigar zahar tozalash xizmatini olib borolmaydi. Tabiiy xilotlarni ishlab chiqarolmaydi. Chunki jigarning bu xizmatini olib berish uchun sizning uxlagan holatda bo'lishingiz shart. Agar siz kech soat 11 da uxlasangiz, jigarning badandagi zaharni tozalash uchun 4 soat ozod vaqt hozirlab berasiz. Bu oraliqda zahar tal-to'kis tozalanib bo'ladi. Kech soat 12 da uxlasangiz, oldingizda 3 soat qolgan bo'ladi. Qancha uxlasangiz, badaningizdagi zaharni tozalashga hech qanday vaqt qolmagan bo'ladi. Agar siz hayotingizni mushundaq davomlashtirib badaningizdagi zahar to'planib mengayveradi. Ondan bir kuni tuyuqsizlar sizga nima bo'lganligini bilmayli qolasiz. Ammo shu chaqda siz bek kechikib qolgan bo'lasiz. Shunga burun yetib sahar turing. Payg'ambar alayhisalom mening ummatimga beriladigan barakat sahar vaqtiga belgilandi deb ko'rsatish orqali musulmonlarni oqshimi burun yetib, ertasidan sahar turishga tashabbus qilgan. Xabarlarimizni ko'ringlarga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.